Assalomu alaykum, hurmatli Bo'ydog'iddin Qopketdiyev. Siz o'zingizni uddabiron, chaqqon, Bo'ydog' radarga tushmayman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, xato qilasiz. Chunki bu yerda o'zini ustalari, ishini ustalari xizmat ko'rsatyapti. Yerga kirib ketsangiz, qulog'ingizdan, osmonga tushib ketsangiz, oyog'ingizdan tortib pastga tushirib olamiz va bo'ydoqlik botqog'idan sizni xalos qilamiz. Siz o'zingizni bu joyda qolib ketaman deb xomtama bo'lmang. Men kuzatuvdaman. Shunday qilib to'xtalaman sizni baribir. Bo'ydoqlik abadiy emas. Pro Max'larimiz ham turishibdi. Hozir mana bitta bo'ydoq xudo xolasa tushdi. Mana lokatsiyasini tashlab berishdi, ketyapman. Bo'ydoq radarga tushgan baxt mashinasida bugun xudo xolasa vizillatib badarg'a qilishga shaylanganmiz. Sizni ham navbatingiz kelib qolyapti. Hushyorlikni oshiring. Assalomu alaykum hurmatli bo'ydoqjonlarim, qadrdonlarim, mehribonlarim. Ana yomg'irlardan keyin tashqarilarga chiqib sizlarga bitta atalgani borda mehribonlarim. Yomg'ir yog'ib, sovuq bo'ldi-ku, ketaverib sabr to'ldi-ku. Har safar bir to'yga borganda bo'ydoqlarga qiyin bo'ldi-ku. Yomg'ir, shamol, sovuq, kuz keldi. Hatto qo'shnimiznikiga ham qish keldi. Do'stim to'yida quvonch bo'ldi-ku. Bo'ydoqlarga qiyin bo'ldi-ku. Endi bo'ydoq kutsin bizlarni. Bilagidan tutsin qizlarni. Dildillayindagi so'zlar Mana shu yerga bitta baho berib qo'yamiz endi bo'ydoqjonlar, uylanmagan do'stimizga uchirib qo'yamiz. Ha, напряжение baribir-da. Kuyov bolaga gapirishavergan, ana qiling, mana qiling, lekin kuyov bola harakat qiladi-yu shuncha. Ha. O'xshamaydi-da, hali u bitta o'zida harakat qilsa. O'lgimaydi. Men ko'p aytaman, bolalar o'lgimaysizlar. Aka, hali bir oy bor-ku deyshadi. Qad o'lgimaysizlar, uka. Juda tez kelib qoladi, ko'zni bitta ochib yumguncha to'yib qoladi, ha. Yaqinda 4 oy bor deyirdim. Mana 4 oy oldin zakaz bergan edilar endi. Mana bugun mana o'lgiganingiz ham yo'q mana qancha vaqt. Yana potirlab yuriladi-da. Nechinchi yil sizni? 2004. Sarakordda ekanmiz, hali ham aka, yomon emas. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim, mehribonlarim, bo'ydoqlik safidan badarg'a bo'lishni kutib yotgan ukaxonlarim, sizlarga ham navbat keladi. Yetib kelyapman bitta qilib. Spiskani oxiridan boshlaganman 2004lardan. Xudo xolasa sizlarga ham shunday kunlaringizda mana bugun ukamiz mana 4 oy oldin mana zakaz qilishga hali bor deb yotishdi. Mana o'sha bugun mana yetib kelib, xudo xolasa baxt mashinasida olib, baxt tomon yetaklab olib ketyapman. Ukaxonim, kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar вообще zo'r. Mashina yoqdimi? Sizga ham rahmat. Mashina cho'tki, gap yo'q. Turkiyada ko'rganmi buni mashinani dediz-ku? Hatto yuribmiz nasib qildi. Turkiyada lyuks avtolarda yurgansiz, ko'rgansiz o'sha darajadagi. Mana Xudoga shukr Farg'onada ham bor aka. Shukr bor. Endi bu sizni kuningiz bugun bizga og'irlik qiladi. Meni kuchim yetmaydi. Mana shu bolani yordamga chaqirganman men bugun. Billa javlon urib xizmat qilamiz-da. Do'stimizga qanaqa endi tilaylar aka, Xudo xolasa. Baxt tilaymiz inshaalloh. Hayotlarda mazza qilib yurishsin billahi. Baxtli bo'lib bu kunidan ham battar o'sin, ha. O'zi baxtli bo'la, chiroyli bo'la, bundan ham battariga loyiqda-da. Ilohim otaxon, onaxonlarning baxtiga sizlar ular xohlagandan ham darajada yaxshiroq bo'linglar, Xudo xolasa. Ular xohlagandan-da baxtliroq qilishga nasib qilsin ilohim. Hojilarga olib borib, Xudo xolasa. Sizlarga ham xuddi shunaqa shirin tilaklar, xuddi shunaqa go'zal orzular nasib qilsin. Sog' bo'lasizlar. Shu yurechalarni tik aytib qizartirib, ana obunachilar bosib ketaveramiz endi billa bo'lib,